Assalomu alaykum hammaga. Mana Aseltin sport klublarining ikkinchi etap o'quv yig'in mashg'uloti zbor 9-kun Tirnoqda o'z nihoyasiga yetdi. Bizda shu kungacha yaqindan yordam bergan homiylarga, sponsorlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ota-onalar yaqindan yordam beryapti. Ota-onalarga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aseltin sport klub va sportchilar nomidan ota-ona va sponsorlarga kattakon Nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tutgan. Har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tutgan. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim meni. 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 ikkinchi kuni Zborda bugun hayitning ikkinchi kuni munosabati bilan bitta tadbirkor akamiz bolalarga ehson sifatida sovg'aga taklif qildi. Xudo xolasa bolalar yetishyapti. Xudo xolasa mashinalar kelgan. Mana mashinalar turibdi. Chorgohlaring saraxborlaring savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqandu Buxorolaring. Faxrim mening shashmaqomlaring, chorgohlaring saraxborlaring savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqandu Buxorolaring. Tarixingni bilmasam seni, bolam dema vatanim meni. Tarixingni bilmasam seni, bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim meni. Buyuk safar Sport klubimizning eng glavniy homiysi tarafidan mana bugun yana sportchilarimizga ujin, ya'ni choyxona palov kelgan. Har qadamda qilding tantana. Farzandlarim Sendayin yurt ko'rmadim yana.